Assalomu alaykum go'zal chaqma opa-singillerim. Chellenjning birinchi kuni Napoleon tortini pishirishdan boshlaymiz. Muzning suvi, tuz, usiz, 2 dona tuxumni solib aralashtiramiz va xamir qorib olamiz. Qargan xamirimizni yarim soat muzlatgichda, xolodilnikda saqlab qo'yamiz. Yarim soat qo'ygandan keyin shunday etib yayib olamiz. O'rtasini oldindan tayyorlab qo'ygan shunday margarinimizni, sливочный maslamizni qo'shib olamiz va konvert shaklida yayib taxlab olamiz. Buning taxlamini 3 marta qaytaramiz. Har birida 15 minut xolodilnikda tinchini oldirib, damini oldirib olishimiz kerak xamirni. Keyin oxirgi marta taxlamizdan keyin yana 15 minut qo'yib olib, xolodilnikda qaytadan uni 8 bo'lakka bo'lib olamiz. 8 dona bo'lakka ajratib olganimizdan keyin birin-ketin 30-40 santimetrda xamirlarimizni yayib boshlaymiz. Yayib olgan xamirlarimizni 200 gradus haroratda birin-ketin pishirib olamiz. Yana tayyor hammasi pishib chiqdi menda. Bularning ikki tomonini chekkasini tekislab kesib olamiz. Men ozroq kesdim, chunki uncha notekis bo'lib chiqmagan. Почти hammasi bir xil bo'lib chiqqan. Birdan hammasini kesib olganimizdan keyin zugushenniy moloko bilan sливочный maslani aralashtirib, shunday kremini tayyorlab olamiz. Menda zugushenniy molokom suyuq bo'lgani uchun kremim ham suyuq bo'ldi. Hamma joyini kremni bir xil tekislikda surtib chiqamiz. Tartda korj krem etib bir xil tekislikda taxlab boramiz. Ustini o'g'im sal kamroq bo'ldi, chunki chetini kam kesdim. Ko'rgazlading, hozir ichini kesib ko'rsatib turibman. Shunday og'izda erib ketadigan, mazali bo'lgan Napoleonimiz tayyor bo'ldi. Oila a'zolaringizni tayyorlab berib duolarini olganingizda men ham eslab ko'rishni unutmang. To'liq reseptni astaniyada qoldiraman. Albatta tayyorlab ko'ringlar.